Birinchi men o'sha ijtimoiy tarmoqlarga video qo'yayotgan paytim, Instagramdan boshlagan. Birinchi o'rinda Facebookda boshladim. Facebook, keyin Like'ga o'tganman. Like'da ham mani kuzatuvchilarim bor, tanishadi. Keyin Like'ga o'tdim. Undan keyin 3-o'rinda Instagramga o'tganman. Instagramda ham videolarni tinmasdan qo'yib borganman, lekin menga mashhurlik olib kelgan programma bu albatta Instagram bo'ladi. Instagramdan juda ham qattiq minnatdorman. Instagramdan juda ham xursand bo'ldim. Menga shu darajada mashhurlik olib kelganiga, lekin men TikTok ochmagandim. Bilmayman, men nomdan boshqa ochganman, profillar bor ekan, lekin men o'zimni shaxsiy TikTok akkauntimni ochmagan edim. Shu YouTube'ga keyinchalik qo'yib borishni boshlaganman, lekin boshida men birinchi o'rinda Facebook ochganman, keyin shu Like'dan keyin Instagram ochganman. Shu Instagram menga mashhurlikni olib keldi. Men bu nima o'zi boshida qiziqishdan boshlangan hech narsa. Ya'ni men videolar qo'yishga qiziqqanman. O'zim videolarda rol o'ynashni yaxshi ko'rganman. Xullas, hobbida, bu oddiy bir hobbi, lekin bundan daromad topish haqida, pul topish haqida umuman o'ylamaganman. Pul topish maqsadida ham kirmaganman-da bularga. Men prosta qiziqish uchun, shunchaki o'zim mashhur bo'lish uchun kirganman, lekin mashhurlik darajasiga erishdim. Allohga shukr deyman. Men o'zi Instagramdan umuman daromad topmayman deb o'yladim. Gapirib video ham qo'ygandim, lekin oldimdagi imkoniyatlardan foydalanishim kerak ekan. Shuning uchun keyin reklamalar olishga majbur bo'ldim. Profillarni har xil narsalarni reklama qilib berishga, ya'ni yaxshi mahsulotlar, yaxshi qimor unaqa narsalar reklama qilmayman-ku, lekin boshqa har qanday magazin, do'kon, shunga o'xshagan narsalarni, profillarni reklamasi, barcha narsalarni reklamalari bo'yicha menga yozishadigan bo'lsa, keyin reklama olishga majbur bo'ldim. Xullas, o'zi men reklama olmoqchi emas edim-ku, lekin ko'pchilik menga yozdi. Tayyor bu imkoniyat, keyin Alloh taolo tomonidan ham berilgan bu imkoniyat. Shuning uchun imkoniyatlardan unumli foydalanish kerak deyilganligi uchun mayli endi mana shu imkoniyatdan foydalanib qo'yaveray deb reklamalarni olishni boshladim. Umuman hozir shu Instagramdan daromad qilishni boshlaganman. Oldin umuman unaqa narsalarga qiziqmasdim, chunki o'zi asosiy maqsad mashhurligida mashhurlikka erishdim va bundan keyin ham mashhurlik bo'lib qoladi. Yana ham mashhur bo'lishga harakat qilib, tinmasdan harakat qilaman. Sizlarga nima demoqchiman? Sizlar ham mana shunaqa oldinglardagi imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Bu ham bir imkoniyatlar.